Assalomu alaykum hammaga. Iftixor akaning YouTube kanalining obunachilari. Bugun xudo xolisi Iftixor aka bilan yana bitta intervyu qilib ketamiz. Hozir to'g'ri ketamiz. Syomishnik komanda bilan o'tda ham intervyumizni davom ettirib ketamiz. Iftixor aka bilan yo'l davomida ozgina suhbatlashib ketamiz. Nima deysiz Iftixor aka? Mayli, albatta savolinglar bo'lsa javob berib ketaman. Keling bir boshidan gaplashadigan bo'lsak, o'zi shifokorlik yo'nalishiga kirib kelganingiz haqida o'zi ozgina gapirib bera olasizmi aka? Nimaga immuniy shifokor bo'ldingiz? Shifokor bo'lishimga sabab ota-onam sababchi. Ularni aybdor deb hisoblayman. Shifokor bo'lishimga bosh aybdor ota-onam hisoblanadi. Chunki ota-onam ham shifokor bo'lganlar, oliy ma'lumotli doktor, xirurg bo'lganlar. Shu men ham xirurg bo'laman deganimda dadam rahmatli qo'ymaganlar, stomatolog bo'lasan deb. O'sha bilan stomatolog bo'lganmiz. Hozir ularni qilgan qarori to'g'riligiga qanchalik uvering bo'ldingiz o'zingiz mana shu sohada yurib? 100%. Ularni qarori 100% to'g'ri bo'lib chiqdi. Agar boshqa sohaga kirganimda yoki xirurg bo'laman yoki qanaqadir glaznoy bo'laman yoki boshqa deganda qarorim xato bo'lib chiqardi, chunki men stomatologiya uchun tug'ilganman. Stomatologiyani yaxshi ko'raman kasbimda. Demak, hozir bilasiz, yangi avlod shunaqa narsa bor. O'zim xohlagan yo'nalishga ketaman deyshadi-yu, lekin ota-ona undan ko'ra ko'proq biladi, to'g'rimi? Ota-ona maslahatiga qarab ish qilish kerakmi yoki farzandni ham ozgina ish kerakmi o'zi bu sohaga kirmoqchi bo'lganda? To'g'ri, qiziqish bo'lishi kerak, baribir farzand qiziqishi bo'lmasa, ming ota-ona majburlagan bilan u sohani olib keta olmaydi. Sohamga qiziqish bo'lgan birinchi navbatda. Ikkinchidan ota-onamning fikrlariga qo'shilganman. Ikkalasi birgalikda ketganda, agar o'zimda qiziqish bo'lmaganda majburlab qilib bo'lmaydi-da bu narsani. O'zimda doktorlikka o'sha qiziqish bo'lgan. Men stomatologiyani ham xirurgiya sohasini tanlaganman. Shu implantatsiya, sложный o'sha yiringli operatsiyalarni o'zim bajaraman. Mana shu implantatsiya jarayonlari haqida ozgina gapirib beradigan bo'lsangiz, chunki hozir ko'pchilik inson implant qo'ydiryapti. Implant chunki juda foydali narsa bo'lib, shu implant haqida ozgina qisqacha tushuntirib ketsa yaxshi bo'lar, chunki nimaga? Hali bu haqida juda ham yaxshi ma'lumotga ega bo'lmagan odamlar juda ham ko'p deyoramizda. O'zi ham kuniga misol uchun 20 ta 30 ta odam yozadigan bo'lsa, ko'pchilik implant haqida nimaligini bilmaydi. Shuni ozgina tushuntirib ketsa bo'ladimi? Implant bu o'zi aslida o'sha mana yo'qotilgan tish bo'ladi-yu. O'sha yo'qotilgan tishda o'rnini bosuvchi element desa ham bo'ladi. Misol uchun o'sha bir tish yo'qmi, yondagi tishlarni aralab oldin tish qo'yilavergani. Ko'p hollarda tishlar yo'qotilganda sog'lom tishlar chaqnab tashlangan. Hozirgi kunda bu zo'r yechim sog' tishlarni asrab qolish uchun. O'sha yo'qotilgan tishni o'rniga qo'yiladi-da, tishni vazifasini bajaradi. 100% anatomik va funksional jihatdan 100% bajaradi. Ham estetik jihatdan, ham funksional jihatdan tishni xizmatini qilib beradi. Tabiiy tish bilan birga birda, to'g'rimi? Shunaqa. Endi shu paytgacha nechta odammi aynan implantli bo'lishi, ya'ni ularni sog'lom tabassumni qaytarishga yordam berish shu paytgacha aka? To'g'risini aytsam, 10 mingga yaqinlashibdi. Lekin men bitta biladigan narsam, bizani imенно sizni fishingiz bilishim uchun, chunki o'zimiz ham klinikangizda ko'p bo'lganimizda, shu paytgacha faqat bitta gap eshitganimizda, hamma operatsiyangiz og'riqsiz o'tgan. Odamlar ham shuncha sizni tanlaydi deb o'ylayman, deyman. Hozirgi zamonaviy ukollar bilan albatta og'riqsiz bo'ladi. Oldingi lidokainlar hozir ishlatilmaydi. Hozir ukollar juda ham kuchli. Yangi zamonaviy ukollar ko'p chiqib ketgan, allergiya bermaydi, reaksiya bermaydi. O'shaning uchun og'riq bo'lmaydi hozirgi kunda. O'zi bu hech qanday qo'rqinchli amaliyot emas-ku, to'g'rimi? Umuman tish olishdan osonroq. Tish olishdan oson. Tish olish va plomba qo'yishdan ancha yengil ish hisoblanadi. Agar suyak holati normada bo'lsa, agar suyak yetishmovchiligi bo'lsa, unda albatta qo'rqinchli joylari bor. Suyak ekish kerak bo'ladi. U kamdan kam hollarda suyak kam bo'lsa yoki o'sha maxsus o'sha suyak kam insonlar uchun maloinvazivniy implantlar bor. O'shalarga implantlar qo'yiladi, juda ham ingichka implantlar. U yerda estetika ishlamaydi va faqat funksiya ishlaydi u yerda. Lekin 90% holatlarda implant amaliyoti umuman xavfsiz. Shunaqa? Shunaqa. Chunki u inert material bo'lgani uchun, ya'ni neytralda, uni organizm his qilmaydi. Titan organizmga qo'ydingiz, chiqib ketdingiz operatsiya. U organizmda borligini his qilmaydi organizm. Unga qarshi immunitet hosil bo'lmay, unga qarshi kurashmaydi hech narsa, chunki uni borligini his qilmaydi-da. U inert u. Organizmda neytral modda bo'lgani uchun hech qanday reaksiyaga kirishmaydi, hech qanday anaqa bo'lmaydi, asoratlar bo'lmaydi. O'zi bitta narsani ham so'ramoqchi edim. Aynan O'zbekiston butun jahon miqyosida qaraydigan bo'lsak, odamlar uchun eng qo'rqinchli shifokor bu stomatolog-da. Chunki stomatolog oldiga borishda qo'rqishadi, nimadir qilib qo'yadi o'sha. Nima ham mana shu narsa shakllangan immuniy stomatologiya sohasida. Endi shu o'tgan asrlarda og'riqli kechganda, hozir endi rivojlanib ketdi. O'tgan asrlarda ancha qiynoq bilan olinganda sadistlar deyshadi va Germaniyada nemis fashizmlari ustidan elektr toklarga o'tkazib, qiynab javob olish uchun, so'roq olish uchun qiynashgan. O'sha stomatologlar ham sadistlar deyshadi. Chunki haqiqatan azobli bo'lganda, u nerv olish va nina bilan ukol ta'sir qilmaydi. O'sha paytda Novocain ishlab chiqarilgan, Novocain bilan qilingan. Lidocain chiqmasdan oldin Novocain bilan tish olishgan. Juda qiyin bo'lgan. Novocain og'riq qoldirmasmidi? Novocain endi
juda kuchsizda u. Keyingi lidokain chiqdi, hamma xursand bo'ldi. Hozir deyarli lidokain ham ishlatilmaydi. Undan keyingi zamonaviy og'riqsizlantiruvchi ukollar chiqib ketgan. Misol uchun mepivasitesini ishlatiladi homiladorlar uchun, yuragida baquvvatlilar uchun kuchliroq 4% li ubistizin fortelar ishlatish mumkin. Artikain ishlatish mumkin. Hammaga individual ukollar chiqib ketganda hozir. Demak, insonni qanaqa holdaligiga qarab, ular uchun maxsus ukollar bor hozirgi zamonamizda. O'zi implant qo'ydirishi yoshi bormi yoki nimalarga talab qilinadi u narsa qo'ydirgandan keyin nimalarga e'tibor berish kerak? Implant qo'ygandan keyin birinchi navbatda gigiyena holati hisoblanadi. Gigiyena yaxshi bo'lmasa, eng to'g'ri qo'yilgan eng zo'r implant ham tushib ketadi. Uni to'g'ri chayib yurish kerak. Sigaret chekish aslida mumkin emas. Endi bitta ikkita dona mayli endi deymiz, juda ko'p chekadiganlarga. O'zi aslida umuman sigaret chekish mumkin emas implantdan keyin. O'zi Google'larda ham, boshqa joylarda ham, eng katta o'sha Amerikan jurnallarida ham o'qisa, o'sha sigaret mumkin emas deyilgan. O'sha Yaponiyaga borganimizda ham professordan savol berganman-da. Mana men keladigan patsientlarimda 30% sigaret chekadi, lekin implant qo'yaman desa, men eshikdan kirgizmayman degan professor. Men sigaret chekadim, bo'ldi, men qo'ymayman implant deb chiqarib yuboraman. Gaplashib o'tirmaydi. Vrach, professor aytayapti-da Yaponiyada. Yo'q deydi. Men deydi, u bilan gaplashib o'tirmayman. Yo'q, biz implant qo'ymaymiz deb chiqarib yuboraman. Sigaret qo'yadi. Biz sigaret qo'ysak endi majbur ekonomika yoki qanaqadir tushuntiramiz patsientga kamroq cheking, chekmang deb. Qo'yamiz baribir. Turibdi, o'shalar ham turibdi, lekin hammasi sigaret chekadiganlarda ham mana implantlarimiz xudoga shukr hammasi yaxshi bitib kelyapti. Natijalarimiz yaxshi. Yaxshi, o'sha chekadigan nechtasi mana o'zim patsientlarim yaxshi yurishdi, lekin aslida mumkin emas. Aslida sigaret mumkin emas. Keyin ovqat qoldiqlari, mulklarda qolib ketish kerak emas. Imенно irrigatorlar bor. Implantni teglarini tozalab turish uchun, ovqat qoldiqlari qolmasligi uchun o'shalardan foydalanib, gigiyena yaxshi bo'lsa, keyin vitaminni, kalsiylar normada ushlab yurish kerak. O'shanda implant uzoq muddat xizmat qiladi. Ana ko'rdinglarmi, hurmatli sigaret chekuvchi mijozlar yoki patsientlar. Sigaret chekadigan bo'lsangiz, eng zo'r shifokor oldiga borsanglar, o'zingizlar xohlagan natijani ola olmas ekansizlar. Keyin oxirida shifokor ayblashinglar bu noto'g'ri. Birinchi o'rinda gigiyenaga va shaxsiy o'zini maxsus qoidalari bor. Shu narsaga rioya qiling. Shunda implantinglar umringlarning oxiriga sizlarga xizmat qiladi. Men bilishim bo'yicha faqat O'zbekistondan emas, balki SNG davlatlardan ham, hattoki chet eldan ham sizni mijozlaringiz bor, to'g'rimi? Nimaga imminni faqat O'zbekiston boshqa joylardan sizning mijozlaringiz bor? Ya'ni nimaga imminni siz tanishyapti deb o'ylaysiz? Endi uni xalq baho beradi, men aytolmayman. Bilganim, endi sarafanli radio deydi-ku. Shu qo'ygan patsientlarimiz biridan eshitib, ikkinchisini eshitib, uchinchisi mana shunaqa kelishadi. Ko'p patsientlarning o'zi Qozog'istondan kelishadi menda. Shu o'rgangan. Ikkita, uchta shu Qozog'istonda rayonlarning hokimlari kelgan, eslayman, bir 7-8 yil oldin shularga qo'yib berganmiz. O'shalar orqasidan qancha shu Qozog'istondan kelishdi. Boshqa o'sha Qozog'istonda ko'rdingiz, anaqa sovrin yetib keldik. Xabaringiz bor, gramotni olib keldik. O'shalar ham ta'sir qildi, ularning jurnallarida chiqdik-da. Ular ham sabab bo'lib chet eldan ko'p kelishadi. Radioga, sarafani radio deydi, odamdan eshitib kelishadi-da. Demak, bizda insonlik nisbatan ishonch juda ham kuchli ekan. Shunaqa. Qozog'istonda yil stomatologini oldingiz. Bundan juda ham xursand bo'ldik biz ham jamoamiz. Bu ham biz uchun faxr. Shu haqida azizgina aytib ketsangiz, qanaqa o'zi bu narsa bo'lib qoldi? Qat'iy o'zi qanaqa o'tga borib qoldingiz? O'tdagi taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi? Chunki tushunishim bo'yicha, o'tda boshqa sohadagi shifokorlarimiz ham borishdi, adashmasam. Hamma sohadan bo'lishdi. Uni men kutganim yo'q. O'zi shu ishxonada operatsiyada telefon bo'ldi, ko'tara olmadim. Operatsiya tugagandan keyin shu WhatsApp orqali telefon qilishdi. Qaytib chiqsam, mana shunaqa yil stomatologi sovriniga siz taklif qilamiz, kelasizmi deb telefon qilishdi, gaplashdik. Mayli, boramiz dedim. Shu bilan bilet olib bordik. Haqiqatdan ajoyib kutib olishdi. Taqdirlash marosimlari bo'ldi. Undan juda ham xursand bo'ldim. Albatta, rahmat aytib qolaman. Bu boshqacha faxr bo'lsa kerak inson uchun. Odam baribir, конечно, bu juda ham katta faxr. Yana qo'shni davlat chaqirsa boshqacha tuyular ekanda. Shunaqa, eng katta faxr onam faxrlandilar-da mendan. Ona uchun bunda shunaqa zo'rroq narsa bo'lsa kerak. Rahmatli, endi o'tib ketganlari, yetmaganlarida ular ham ko'rardilar, mayli. Shu nasib qilgan ekan, onam ko'rdilar. Chunki meni o'zim ham telefon qilganingizda shu Saydor Almataga ketaman deganingizda shu taqdirlash marosimi men o'zim ham boshqacha bo'lib ketdim. Nimaga? Chunki bu narsa aynan o'zimizdan davlatdan, balki qo'shni davlatda bo'lgani uchun va SNG miqyosida bo'lgani uchun ham biz o'zimizdan faxrlanib ketdik. Aynan bizani mana stomatolog akamiz shu natijaga erishibdilar. Bu boshqacha taassurot bo'lar ekan. Tarix hozir sezyapsizmi yo'qmi bilmadim. Shifokorlarning orasida ham biznesmenlar ko'payib ketdi.
qo'shtirnoq ichida nimaga deydigan bo'lsangiz, ularning asosiy maqsadi insonlarni davolash emas, balki ular orqali pul ishlash o'qot. Chunki o'zini shu sohada yuramizda, sizning oldingizga bemorlik kelgan, menimcha yetishimiz kerak bu narsa. Sizdan oldin boshqa shifokorga borganman, u meni aldab ketdi yoki menga kerakli narsani tavsiya qilmadi deb. Nima shu narsa ko'payib ketyapti? O'zida umuman insonlar shifokorni tanlayotganda nimasiga e'tibor berish kerak aldanib qolmasligi uchun? Saida bro, bu savolga javob bermayman, chunki boshqa hamkasblarimda hech qachon absolut qilmayman, hech qachon muhokama qilmayman. Ularga hurmat qilaman. Har birini muhokamaga hech qachon qo'ymayman. Har doim aytib kelganman. Shifokor tanlashda, bilmadim, misol uchun kelishadi, hammasini olib tashlab implant qo'yish kerak ekan, hammasini olib tashlab implant qo'yib bering, Allen 6 qilib bering deyshadi. Yo'q, deyman men. Men xohlamayman. Alloh yaratgan tishmi? Alloh yaratgan zo'r turibdi. Xizmat qilyaptimi? U tish qoladi. Yo'q, olmaymiz deyman. Shu yo'q joylarga implant qo'yamiz. Sog' tishlarni hech qachon olib tashlab implant qo'ymayman. Chiroyli chiqadi, estetika chiroyli chiqadi deb sog' tishlarni olib tashlab implant qo'yish ham bu xato deb o'ylayman. Ertaga uni ham qanaqadir asorati bo'lishi mumkin, qanaqadir Allohga yoqmasligi mumkin. Men yaratgan, men bergan tishlarni sug'urib tashlab implant qo'ydirib yubor deb Allohga ham qahri kelishi mumkin deb o'ylayman. Bu meni fikrim bu. Sog' tish zo'r xizmat qilyapti, u tishni saqlab qolish kerak. Qachon olib tashladi, qachon qimirlaydi, qachon yaroqsiz, ovqat chaynashga yaroqsiz holatda bo'lsa, davolashga yaroqsiz holatda bo'lsa, o'shandagina u tishni olib tashlab implant qo'yish kerak deb maslahat beraman patsientlarimga, hammasiga. Nima qilasiz uni olib tashlab deb juda ko'piga aytganman. Ya'ni bu yerda omonatdorlik haqida gap ketadi, to'g'rimi? Ya'ni qanaqa? Misol uchun aytiladi bu narsa, shifokorlar omonatdorlik. Ukol bilan davolanish kerak bo'lgan inson ukol bilan davolaymiz deydigan bo'lsa, bu omonatdorlik. Sizda ham shunaqa narsa ekanda demak. Shunaqa. Ha. Ikkita implant qo'ydirish kerak bo'lsa, undan ortig'ini tavsiya qilmaysiz misol uchun. Yo'q. Implantdan tashqari yana hozir chiqib ketgan vinir amaliyotlari ham ko'p qo'yilyapti. Mana shu vinirni ham ayni o'zi nima uchun qilinishini ham tushuntirib ketsangiz, nima deydigan bo'lsangiz, chunki hozir vinirni shunchaki chiroyli ko'rinish uchun qo'yishyapti. O'zi asl vazifasi nima vinirni? Yo'q, vinirni estetika uchun qo'yiladi, to'g'ri, lekin hamma holatda emas. Sog'lom tishlarga ham qo'ydirmoqchi bo'lishadi-da. Sog'lom tishga hech qachon qo'ymaslik kerak vinirni. Vinir qachon qiyshiq tishlar bo'ladi, notekis tishlar. Notekislar tishlar bo'lsa endi juda ham emas. Endi ortodontik muolajaga loyiq bo'lmasa, ularda vinir qo'yish mumkin. Yo bo'lmasam, o'sha sezuvchan bo'lib ketgan bo'ladi, karies bo'lib, tish emalari yedirilib, o'sha holatlarda vinir qo'yish maslahat beraman. Yoki stereomis bo'lib ketgan bo'ladi, tishlar yedirilib, 3dan 1, 3dan 2 qismi yedirilib ketadi. To'g'ri prямой прикус, глубокий. O'sha holatlarda vinir tavsiya qilaman. Chunki sustavga, tish bo'g'imlariga ham, birinchi sistemaga ham ta'sir qiladi-da. Bo'g'imda og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Chunki tishlar yedirilib ketgandan keyin og'iz cho'kib qoladi, cho'kkandan keyin ichkariga kiradi. Bo'g'im boshchasi orqaga silishib qolishi mumkin. O'shaning uchun vinir tavsiya qilamiz. Sog'lom holatda hech qachon vinir tavsiya qilmayman. Iftixoriga yaqindan Instagramda intervyusini ko'rib qoldim-da. Bitta bola hamma tishi sog'lom tishini ikkala yon tarafdan charxlab tashlaganda o'zi vinir qo'ymoqchi bo'lgan. Bu qanchalik o'zi to'g'ri ish? Bu o'zi menimcha ahmoqgarchilikmi? Chunki sog'lom tishlarni o'zingizdan voy yetdingiz-ku, bunaqa qilish noto'g'ri deb. Buni qanaqa yomon ta'sirlari bor? Yomon ta'sir yo'q, charxlayversa. Qanaqa o'zini o'zi charxlaganmi? Tishini charxlattirganda, sog'lom tishini charxlatib vinir qo'yib tashlagan. Uni xohishi, endi lekin ertaga afsuslanganda biladi-da. Agar sog' tish bo'lsa, arallatmagan yaxshi. San'atkorlarga, ko'proq boshlovchilar, ko'proq ekranga chiqadiganlar mumkin, mayli. Lekin boshqa odamlarga shart emas. Sog'lom bo'lsa tishlar. Qo'ya aytib o'tdimmi? Nima uchun kerakligini. Raymas bo'lgan, notelar yoki rangi haddan tashqari sarg'ayib ketgan tishlar bo'ladi. Fluorod kasalliklarda vinir qo'ysa bo'ladi. Lekin boshqa holatda vinir qo'yish tavsiya qilmayman. Sirkoniy tishlarichi? Sirkoniy ham xuddi shunaqa sog'lom holatda qo'yilmaydi. Sirkoniy tish yo'q holatda implant yoki koronkalarni charxlatib qo'ydirishadi. Estetika jihatdan shu notekis tishlar yoki sinib ketgan tishlarni to'g'rilash uchun sog'lom holatda qo'yish kerak emas. O'zi asosan sirkoniy bilishim bo'yicha implantdan keyin juda ko'pchilik odamlar sirkoniyni qo'yadi, to'g'rimi? Yoki metal keramika ham bormi? Metal keramika ham qo'yish kerak. Keramika ham ko'pchilik hozir muomaladan chiqarib tashlayapti. Sirkoniy zo'r deb maqtab. Men yo'q, keramikani maqtayman, chunki keramika kerakli joylarda katta nagruskalar ko'tarib bera oladi. Sirkoniy estetik jihatdan kuchliroq, to'g'ri, estetikasi. Estetika ishlamaydigan joyda metal keramika juda zo'r ishlaydi. Katta mostlar bo'lsa, misol uchun Allen 6 larda masofa uzoq bo'lgan joylarda sirkoniy yetmaydi. O'rtasidan sinib ketishi mumkin. Unaqa joylarda metal keramika ko'proq ish beradi. Adinochniy donali qo'yiladigan koronkalarda sirkoniy keramikaga nisbatan mustahkamroq. Demak, umri boqir ham baquvvatroq ekanda-ya. Shunaqa. Holatga qaraladi. Holatga qarab individualniy tanlanadi-da u narsalar.
Tushundim. Terasi qiziq qoldi. Operativ jarayonlaringiz bo'ladimi yoki patsientlar bilan ish jarayoni shularda o'zi qanaqadir qiziqarli voqea esingizda qolib ketganmi? Misol uchun hozir ham eslaydigan bo'lsangiz, shu narsani hozirgacha kulgingiz keladi. Shunaqa vaziyatlar bo'lganmi o'zi? Unaqa holat bo'lmaydi bizda. Bizda hammasi jiddiylik demadingizda. Qiziq holatlar ko'p bo'lib turadi. Albatta, misol uchun o'sha aytib bergan bo'lsam kerak, o'sha soqoli bilan kelgan mo'ylov soqollari olinmagan holatda implant qo'yganmiz, o'raganmiz, shunda ham baribir chiqib turadi-da. Uni to'liq 100% izolyatsiya qilish qiyin. Uzun soqol mo'ylovlari uzun. Implant qo'yib bo'lgandan keyin tikish jarayonida shu anavi bilan tortyapman, baqirib yotibman. U og'rishi mumkin emas, hayronman. Ipni tikaman desam, u mo'ylovni ushlab olgan ekanman-da, tortib ipga o'ylab. Holatlar ham bo'lib turadi. Ip o'rniga mo'ylovni tikib yuborganingiz biliki. Tikmoqchi bo'lganman. Bir xil ekanda rangi. O'xshash ekan, tikaman. O'zingiz yomon kulorgan bo'lsangiz kerak o'sha paytda. Kulgili bo'lgan. Yana bir qiziq voqea aytganman, uni ham. Shu bir patsientimiz kelgan Amerikadan. Tish qo'yish kerak, implant qo'yish kerak. Hammasi implant ustiga sirkoniy, vinir, hamma narsani hisobladik. 6 ming $7 ming bo'lib ketdi, kattaroq summa. Bu 3-4 yil oldingi voqeada. Keyin hammasini implantlarni qo'ydik, boshqa qildik. Tishini qo'yishga 3 oydan keyin kelish kerak. Ular Amerikaga ketib qoldilar yana. Qaytib ishdan chaqirishdi. Shu bilan 2 yildan beri kutaman. Na pulni olishga keladilar, na tishni qo'ydirishga keladilar-da. Keldilarmi-ki? Keyin yozvordim, aka, kelsangiz keling, kelmasangiz ehson qilib yuboray pulingizni birontasiga desam, kulib, yo'q, pul turaversin, keyin borganda qo'ydiraman. Hozir uni pulni qaytarib olganim bilan ertaga siz narx oshib ketsa, qimmatga qo'ydiraman. Endi dogovor, o'sha pulni berib qo'yganman, borganda qo'yib berasiz deganlar. Shu bilan kutyapmiz, mana 3-4 yil bo'ldi. Kelsalar tishlarini qo'yib beramiz. Hali ham kelmaganlar. Yo'q. Amerikalik akamiz qattasiz. Kelib qo'ydirib keling, iftixorimizni kutotili kelsangiz, bitta choyxona paloni yeb gaplashasiz uni ham sizda. Albatta. O'zi umuman shifokorlik o'zi любой sohada, istalgan sohada muvaffaqiyatli mutaxassis bo'lish uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak inson o'zi? Biroq bilimga asoslanish kerak. Ko'proq kitob o'qib, ko'proq malaka oshirib o'zini ishlasa bo'ldi, yetadi. Bu xalq topib oladi kuchli stomatologda. Muvaffaqiyat siri shunda, bilimda. Ko'proq bilim olib, ko'proq kuchli bo'lish kerak. Bo'ldi. Tushundim. Keyin sizmi bilmadim, ko'pchilik hozir yosh avlod aynan stomatologiya sohasida emas, boshqa sohalarda ham juda ham sohada o'qishayotgan, besabr bo'lib ketishyapti. Juda ham tez natijaga chiqishni xohlashadi va shuni oqibatida ham ko'pchilik o'zi xohlagan natijaga erisha olmayapti. Yaxshi mutaxassis shakllanisha olmayapti. Bularda nima ayb bo'lyapti hozir? Nimaga loqaydlik bo'lyapti? Mana shuni tushuntirib bera olasizmi? O'zingizdan kuzatasiz-ku, baribir oldiga kelishadi yoshlar. Endi hammasini o'zining vaqt soati bor-da. Ozroq sabr bilan ishlayverish kerak, o'zi vaqt soati keladi. Mana bu zo'r bo'lib ketdi, men shunaqa bo'lishim kerak deb qimmat qilib qo'yib narxni harakat qilish kerak emas-da, bosish kerak emas. O'z vaqt soati keladi. Chunki u doktor 20 yil bo'lganda ishlab u natijaga erishishni 20 yilda bo'lganda, 1 yilda, 2 yilda erishib bo'lmaydi u narsaga. Hammasida vaqt soati bor. Shoshmasdan davom etaversa, o'sha o'ringa chiqadi. Demak, hamma narsa postepенно, zina chiqish kerak. Juda ko'pchilik sakrab yuboradi shunda. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bu narsa noto'g'ri, tushundim. Aka, shu paytgacha o'zingiz necha shogird chiqardingiz? Necha shogirdingiz bor o'zingizda? Shogirdlar sanamaganman, barakasi uchadi shogirdlar. Eshitib turishgan bo'lsa kerak shogirdlar. Lekin ko'p-a? Bor, shogirdlar bor. O'zlari bilishadi. Men sanamaganman. Ancha shogirdlar chiqarganmiz. O'zi umuman siz shogird otganingiz, siz oldingizga juda ham ko'p misollar keladi. Mana shogirdlikka oling deb. Siz nimasini qarab, qanaqa o'zingiz shartlaringiz bor shogird tanlashda? Nimalarga e'tibor berasiz? Albatta, ular shogird kelganda birinchi navbatda mehnatkashligini hisobga olaman. Chaqqon bo'lish kerak. Chaqqon, eplab keta oladigan, keyin savol javob qilib ko'raman. Shu nervlar bo'yicha, boshqa bo'yicha ozroq tushunchasi bo'lsa, keyin olaman. Bilimi ko'proq bo'lish kerak-da, ko'proq kitob o'qiydigan bo'lsa, unga qarayman ko'proq.
Tushundim. Bu bilim ta'riflaning o'zi shaxsiyat ta'riflamachi. Shogird insonman, shaxsiyatiga ham qaraysizmi, xarakteri bo'lishi mumkin. Odam o'zini shaxsiyati ham bu narsaga bog'liq joyi bormi, yo'qmi yoki? Ko'proq shu mehnatkash bo'lsa, aytdim-ku. Mehnatsevar, dangasalik emasda, faqat telefonda o'tiradigan shogird kerak emasda. Bir xil shogirdlar kelgan, 3 kun ham turmaganda ketkazib yuborganmiz. Chunki u faqat telefonda o'tiradi. Unaqalar kerak emas, ular hech kimga yoqmaydi-da, bitta bizga emas o'zi aslida. Telefondan bo'shamasa, kesada o'tirib telefon, internet, Instagram. Shogirdda endi mehnatsevar, ozgina ishga qiziquvchan, kelib tomosha qilib, ustoz deb so'rab, ko'proq so'rayversa, "Bu qanaqa bo'ladi, bu qanaqa bo'ladi?" Mana shu taraflama ko'rinadi-da o'zi. Ertaga bo'ladigan vrachlar. Shunga qarab tanlab olaman. O'zingiz necha yil shogirdlikda yurgansiz aka? O'zim 1 yildan ko'proq shogird bo'lib tushganman. Lekin hozir ham o'z ustimda ishlayman. Hozir ham o'qishlarga boraman, aytib bersangiz. Men chet ellarga ko'p chiqaman. Nima uchun chiqaman? O'qishga boraman, malaka oshirishga, o'rganishga, shu ustoz ko'rishga harakat qilaman. Bitta narsani so'rab, ustozni duosi qanchalik rol o'ynaydi muvaffaqiyatga erishishga? Ustoz duosi. Ustoz duosi juda katta rol o'ynaydi. Ustoz duosini olish kerak. Ustoz duosini olmasa, umuman ota-onani yo ustozni duosini albatta olish kerak-da. Olmasa rivojlanmaydi. Chunki ular rozi bo'lsagina Alloh rozi bo'ladi-da. O'shaning uchun bu tema gapirishga haqqimiz ham yo'q. Bu olish majburiy duosini. Shunaqa. Chet elga chiqishingizni ham bilamiz. Shu paytgacha nechta davlatda bo'ldingiz aka? Davlat sanamaganman, bir 20 ta bo'lsa kerak. 20 tacha. Lekin asosiy maqsad davlatga chiqishda aylanish emas, ko'proq bilim olish. Shunaqa. Shu paytgacha nechta konferensiyalarda bo'ldingiz? 30 dan oshiq. 40 dan ham oshiqdir, balkim sanamaganman, chunki alkashga juda ko'p qatnashganman. U yerda ham asosan shu implantologiyani yanada rivojlantirish uchun o'zingiz bilimlaringizni oshirish uchun-da, to'g'rimi, borishingiz maqsad? Albatta. Aka sayohat qilganingizda ko'proq nimasidan rohat olasiz? Sayohatda o'zi insonga nima foydali taraflari ko'p ekan. Misol uchun ko'p stressga tushib ketganingizda sayohat tushib olasizmi? Va sayohatdan keyin o'zingiz qanaqa his qilasiz Toshkentga yurganingizda? Sayohatdan keyin Toshkentga yurganimdami? O'zim sayohatda qanaqa foydalari bor? Bekor kelibman deb o'ylayman. Sayohatda yurish boshqacha. Ko'rmagan joylaringiz, chunki har kuni ko'rgan joyingiz ko'z o'rganib qoladi-da. Yangi joylar ko'rasiz, miya dam oladi. Albatta dinimizda ham bor. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan deydi. Bu sayohatga chiqish juda ham foydali. Organizm uchun ham. Keyin men ko'proq o'zi aslida bilim olish uchun boraman, malaka oshirish uchun boraman. Har doim borganimda o'qish uchun borib, o'qib, sertifikatlarni olib qaytaman. Shu sayohat qilgan davlatlaringiz orasida eng ko'p qaysi davlat yoqqan va nimaga? Sayohat qilgan davlatlarim ichida hammasi yoqqan, hammasi bir-biridan zo'r. Solishtirib bo'lmaydigan bitta davlat bor-da. Yaponiya aytganimdek. Bu solishtirmaydi. Insonlarning o'zi boshqacha-da. Insonlarning o'zi bilmasdan oyog'ini bosib olsangiz ham shunaqa kechirim so'raydi. Siz bosib olasiz uni oyog'ini bilmasdan. Orqangizga ketyapti, metroda yo boshqa joyda bilmasdan oyog'ini bosib yubordingiz. Yarim soat kechirim so'raydi egilib. Bu maza qo'rasida bir odam misol uchun bizda bo'lsa hozir so'kish eshitaman, hozir baqiradi, yo bo'lmasam svetofor to'xtab turgan bo'lsangiz, tez yurmasangiz hozir signal chaladi orqadan, o'sha hayiqib turasiz-ku. Bu yoqda boshqacha-da hayot. Demak, madaniyat juda ham kuchli o'tdi. Shunaqa. Kultura birinchi o'rinda. O'shaning uchun borgis keladi-da. Chunki sunnat deydi-ku, payg'ambarimiz sunnatlarini ushlab qo'yishganda. Yaponlar. Yana qaytib olishgan, o'g'irlab olishgan sunnat. Yana qaytib boraringiz lekin. Xudo xolasa boraman, niyatlar bor. 2 marta bordim, yana boraman. Xudo xolasa. Hali ko'rmagan joylarimiz bor o'tdi. Ha, borishimiz kerak. Juda ham yaxshi, odamlari ham, o'zi shaharlari ham bir ertak namoda, boshqacha. Misol uchun Shveysariyalar zo'r deydi. Shveysariyada misol uchun ko'rdik. Havosi haqiqatan zo'r. Shveysariyani boshqa. Lekin odamgarchilik boshqa, o'zi shaharlari ham o'ziga yarashadi. Yaponiya umuman boshqacha shahar. Tushundim. Iftixoriga bilishim bo'yicha siz stomatologiyadan tashqari Iftixor dental klinika asoschisi bo'lasiz.
Shu haqida ham ozgina ma'lumot berib ketsangiz, klinikangizda shahar bo'yicha nechta filial bor va asosan qanaqa xizmat turlarimiz bor, qanaqa insonlarga manfaatimiz tega oladi? Shu haqida ozgina qisqacha ma'lumot berib ketsangiz, obunachilarimizga ham bu narsa qiziq bo'lardi. Bizda Iftixor dental klinikda 3 ta filiali bor. 3 ta filial ochganmiz. Toshkent shahrida, uchalasi Yakkasaroy, Mirzo Ulug'bek va Yashnobod tumanlarida. Stomatologiyani hamma xizmatlari ko'rsatiladi, hamma turiga. Protezlash, implantatsiya, tish davolash, tish olish, tish oqartirish, ular hamma turidan mutaxassislarimiz yetarli. Shunday narsa ham bor. Misol uchun deylik, men o'zim farzandimni, kichkina bolamni olib bormoqchi qaysi filialingizga tavsiyalaysiz? Misol uchun bo'lishi mumkin, Yakkasaroy filiali implantologiya, vinir uslugalarida kuchliroq bo'lishi mumkin. O'sha aynan yo'naltirilgan bo'lishi mumkin yoki Yashnobod bor, faqat yoshlar uchun moslashgan bo'lishi mumkin. Shunaqa qilingan yoki sizda общийmi? Hammasida umumiy alohida doktorlarimiz bor. Hamma rayonda uchala filialimizda ham implantatsiya uchun alohida, protezирование uchun, protezlash uchun alohida vrachlarimiz bor. Davolash uchun alohida doktorlar qo'yilgan. Va klinikangizda yana qanaqa sharoitlar bor? Yanada mijozlarga yengillik bo'lishi, ularga komfortni yanada his qilish uchun nimalar bor klinikamizda? Klinikamizda birinchi navbatda 24 ga 7 ishlaydi. Qanaqa vaqtda kelishsa ham, tishlari og'rib qolsa ham, xohlagan vaqtda davolab berishadi. Dam olish kunlari siz ishlaydimi zaten? Dam olish kunlarisiz, bayramlarsiz ishlashadi. Dejurniy vrachlar almashib ishlashadi. Har doim klinikamiz ochiq bo'ladi. Birinchisi. Ikkinchisi, konsultatsiyalarimiz bepul mutlaqo. Hamma filialimizda konsultatsiyani bepul qilib qo'yganmiz. Kelishadi, ko'rikdan o'tishadi, ma'qul kelsa qildirishadi, ma'qul kelmasa boshqaga qildirishadi. Konsultatsiyaga pul olib qo'ymaymiz. Bo'ldi, konsultatsiyada pul to'lashim kerak, demak o'sha yerda qolishim kerak degan fikr bo'lmaydi-da mijozda. Ma'qul kelmasa, masalan, qimmatli qilsa yo boshqa qanaqadir uslubga yoqmasa, boshqa joyga borib ham qildirishi mumkin. Agar hammasi ma'qul kelsa, narx-navo bemalol o'zimizda ham qildirib-o'rishadi. Biz konsultatsiya pulimga kuyib qolaman degan gap bo'lmaydi. O'shaning uchun konsultatsiyani bepul qilib qo'yganmiz. Shu yana hozirgi oxirgi chiqqan o'sha skaner 3D pechatlarimiz bor. O'z vaqtida временный plastmaslatish implant qo'yib, bir kun ichida ertasi kuni o'sha временный tishlar bilan taqib ketishadi. Agar suyak holati normada bo'lsa, misol uchun implant qo'ygandan keyin 3 oy kutamiz deyishmaydi-da. Sirazi implant qo'yib, qolib olib qolamiz, ertasi kuni tish qo'yib yuboramiz. Agar suyak holati yaxshi bo'lsa, agar suyak yetishmovchilik bo'lsa, unda to'g'ri qo'yish mumkin emas. Yana bizda maxsus o'zimizdan rentgenlarimiz bor. Shu tish qo'ydirayotgan payt yoki tish og'riyotgan payt qanaqa ahvollarning ko'rishi, maxsus rentgenlarimiz ham bor. Videograflarimiz bor. Shu rentgenni ko'rib, rentgenda davolashadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsa, rentgenga alohida boshqa joyiga borib, vaqtdan yutqizishmas ekan-da, demak bizga kelgan odamlar. Yana ozgina manzillarni aytib ketib, Yakkasaroy aynan qatida manzili va qolgan ikkita filialimizning manzillarini aytib keta olasizmi? Yakkasaroydagisi shu aeroport mostini, xalqaro aeroport bor, o'sha mostning yonida, shunday tagida joylashganmiz, Kartinkaning yonida. Yo'l narigi betida Shohmet gospital, bu tarafida Kartinka. Kartinkaning yonida, Amirum gastitsani yonida bizning klinikamiz joylashgan. Abdulla Qahhor ko'chasida. Abdulla Qahhor 150A. Ikkinchisi Telkovskiy ko'chada. Hozirgi nomi o'zgardi, Oltintepa bu. Bu Maksim Gorkiy metro bilan Parkinskiyning o'rtasida joylashgan. O'sha Telkovskiy ko'chada. Oltinjo'ja deydi, Oltinjo'janing yonida joylashgan klinikamiz bor. Ikkinchi filial Oltintepa 247 deb yozilsa chiqadi. Va uchinchi filialimiz bu Yashnobod tumanida, Voyniy garodokda 71-domda joylashgan. Uchalasi ham har doim ishlaydi. Demak, Toshkentning hamma joyiga почти yaqin ekan, bizning manzillarimizni. Shunga moslashtirib qo'ygan ekansiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu bizning intervyumizning boshlanish qismi edi. Xudo xolasa hozir yaxshi lokatsiyaga o'tgan borib, qolgan intervyuni davom ettirib ketamiz. Kuzatishda davom etinglar. Hali zo'r gaplar, oldinda suhbatlar. Rahmat. O'lama boshlandimi? Da. Bu yo'l qarang. Qarab tur, sakrayibdi. Sakramaydi. Wow, men titakolar. Ara qo'ying shunday. Ara qarang. Balerina.
Bugungi aqlingiz bilan 20 yoshli o'zingizga nimalar degan bo'lardingiz? Agar 20 yoshga qaytganimda ko'proq bilim olib, ko'proq kitob o'qigan bo'lardim. Shu odamlarga manfaat yetgan, odamlarni sog'lig'ini o'ylab ishlashga davom etgan bo'lardim. Muvaffaqiyat siz uchun nima? Muvaffaqiyat degani nima soha, qaysi soha bo'lsa ham eng kuchlisi bo'lishga harakat qilish kerak-da. O'sha muvaffaqiyat deb o'ylayman. Sartarosh bo'lsa ham eng zo'ri, misol uchun stomatologiya bo'lsa ham eng zo'ri, qaysi soha bo'lsa ham eng zo'r bo'lishga harakat qilish kerak. Eng zo'ri bo'lish baribir qiyin mayli. Kuchli 10lik bo'lar, kuchli 15lik bo'lar. Shunaqa eng yuqori o'rinlarda turish kerak-da. Maksimalni cho'qqiga harakat qilish kerak. O'shani muvaffaqiyat deb hisoblayman. Demak, muvaffaqiyat bu hayotda inson o'zini o'rni topa olish. Ham inson sifatida, ham mutaxassis sifatida. Shunaqa. Hayotingizdagi eng qiyin qaror qaysi bo'lgan? Hayotimdagi eng qiyin qaror deb o'ylamayman, chunki qiyin qaror bo'lmagan menda umuman hayotimda. Allohga shukr behisob. Shu stomatologiyada ortodont bo'lsammikan, ortoped bo'lsammikan deb bittasini tanlash qiyinroq bo'lgan, sekin-sekin shu implantologiya sohasida tanlab shu sohada ketganman. Shu stomatologiyaning ichi ham sohalarga bo'linib ketadi-da. Tish qo'yish alohida, bu alohida. O'shaning uchun ko'proq implantologiyani tanlaganman, qolganlaridan sekin-sekinlik bilan voz kechib chiqib ketganman. Shu faqat implantologiya bo'yicha ketganman. O'sha ham to'g'ri qaror deb o'ylayman. Lekin qiyin bo'lgan bu qaror kelish. Chunki hammasini qilmoqchi bo'lganmiz-da. Smeshinda ishlaydi hozir bir xil stomatologlar. Hammasini tish ham davolaydi, tish ham qo'yaveradi, tish ham olaveradi, hammasini qiladi. Men qila olmayman, implantdan boshqasini qilmayman deb aytaman patsientlarimga. Implant qo'yaman, implantologman. Demak, bitta yo'nalishda yaxshi ketish kerak. Shunaqa. Zo'r. Agar bugun hamma narsangizni yo'qotsangiz, nimadan boshlagan bo'lardingiz? Nolga tushsam yana qaytadan o'qirdim. Yana qaysi sohani tanlash men uchun aytganman muhim emas, lekin cho'pon bo'lsam ham baribir eng kuchlisi bo'lishga harakat qilardim. Eng o'sha cho'qqisiga muvaffaqiyatga erishish dedingiz boya o'sha eng yuqorisiga, eng kuchlisi bo'lishga harakat qilardim. Qaysi soha bo'lsa, eng kuchlisi bo'lsangiz muvaffaqiyat o'zidan o'zi kelaveradi. O'zidan o'zi hammasi zo'r bo'laveradi. Shunaqa. Vaqt o'tgan sari pul muhimroq bo'ladimi hayotingizda yoki vaqtingizmi? Vaqt muhim bo'lib qoladi-da. Vaqt o'tavergandan keyin yoshlik qaytib kelmaydi-da. Qani shu 20 yoshimda shu narsalarga erishganimda deb odam o'ylaydi-da. Hozir sayohatlarga chiqamiz, ko'p davlatlarga boramiz. Yosh bo'lsangiz, yoshlikda erishsangiz yaxshi-da hammasiga. Vaqt bari muhim bo'lib qolaveradi. Kelajakda qari boraverasiz, yoshligingiz qolib ketaveradi. Pul rol o'ynamay qo'yadi. Hozirgi kunda pul muhim rol o'ynamaydi men uchun. Otangizdan olgan eng muhim sabog'ingiz nima bo'lgan? Otamdan olgan sabog'immi? Yolg'on gapirma degan. Dadam rahmatli. Eng asosiysi shu bo'lgan. Yolg'on gapiradi degan bo'lsa, men o'g'limmasdan degan. Mayli otib tashlasin, mayli o'ldirsin, lekin yolg'on gapirma, birovni aldama deganlarda. Mayli o'lsang o'lib ket, lekin yolg'on gapirma deganlar. O'shaning uchun hech kimni aldamaslikka harakat qilaman. Hayot nima bilan go'zal deb o'ylaysiz? Hayot oilangiz butun bo'lsa, hamma sog'lom bo'lsa, hayotning go'zalligi o'shanda-da. Oila tinch bo'lsa, oilangiz tinch bo'lsa, uyingizga borib mazaxdan ololmasangiz, unda hayot go'zal bo'lmaydi. Hayot go'zalligi shunda. Hamma muammoni ham pul hal qila oladimi? Lekin bu savolda pul ko'p narsani hal qiladi. O'zi aslida, lekin pul hal qila olmaydigan narsalar ham bor. Lekin u 20% tashkil qiladi. 80%ni pul hal qiladi hayotda. Ko'p endi boshimdan o'tgan ko'p narsalar bilaman. 80%ni pul hal qiladi. 20%ni aynan shu 20% nimada pul hal qila olmaydi? Chunki bizda ko'p odamlar materialniy narsaga mehr qo'yish boshlagan, puling o'zi hamma narsani hal qila olasan deyishgan. Yo'q, sog'liqni qaytarib ola olmaysiz. Pul bo'lsa, xohlagancha pul tiking, sog'liq qaytib kelmaydi hech qachon. Misol uchun bittasi. Yana shu baxtni ham pulga sotib bo'lmaydi-da. Misol uchun pulingiz ko'p bo'lishi mumkin, lekin oilangiz tinchlik bo'lmasligi mumkin. U ham o'zi yashay olmaysiz-da. Pulingiz ko'p, lekin xotirjam emassiz. Unaqa yashash nima kerak? Bu hayotda eng ko'p nimani qadriga yetmadingiz? Og'ir savol. Vaqtni qadriga yetmadim. Vaqtimiz o'tib ketyapti-da ko'p narsalarga.
Alloh buyurgan narsalar ko'pini qilolmayapmiz-da. Chunki mehnatni o'tib ketyapti-da hayotimiz, ko'proq ish. Shunaqa. Nimadan ko'proq charchadingiz oxirgi payt hayotda? Yo'q, oxirgi paytda hayotda charchaganim yo'q. Bugun mana sizlar intervyularingizni mana shu toqqa chiqishdan charchadim. Tushunib qo'yishingiz uchun 1,5 kilometrlik tepadan biz tepaga chiqib, mana shu yerda yarim soat dam olib, tilimiz osilib qolib qo'pollik endi intervyuni qilyapmiz. Oxirgi marta qachon va nima uchun yig'ladingiz? Oxirgi marta ko'p yig'layman, to'g'risi. Chunki dadam rahmatini eslab ko'p yig'layman. Yaxshi inson edilar. Bizni rohatimizni ko'ra olmay qoldilar-da, o'tib ketdilar. Endi zo'r davrlarimiz kelganda, gullab yashnagan davrlarimiz kelganda, shuning uchun ko'p o'ksinaman. Qolgani hammasi yaxshi. Otangiz bilan vaqt o'tkazishga 5 minut vaqtingiz bo'lganda, nimalarni o'ylab yetgan bo'lardingiz? Aytmasdim, yonlarida o'tirsam bo'ldi edi. Endi yig'latavermanglar. Gapiring. Nima qilasizlar? Otani eslatmanglar. Yig'lab qo'ymiz. Bor. O'shancha manzaraga olib chiqdim o'shanga aka. Otasi borlik ko'rsin deyman-da, qadri yetsin otani. Chunki hozir bizning otamiz bor bo'lishi uchun bizga qadrlisi yetmasligimiz mumkin-da. Shunday. Chunki hozir ko'pchilik otani qadriga ham yetmaydi, otasini yomonlik deganlar ham ko'p, men hech narsa qilib berishmadi. Otani xuddi nimagadir dolzin deb o'ylashadi-da. Shunday, qadriga yetish kerak. Qaytib kelmaydi-da. Farzandlaringizga birgina maslahat qoldirish imkoningiz bo'lganda nimalarni degan bo'lardingiz? Avvalambor inson bu, insonlarga manfaating tegsin. Hech qachon yolg'on gapirma, pul orqasidan quvma, ko'proq bilim ol, ko'proq o'zing ustingda ishla degan bo'lardim. Hayotda eng ko'p nimadan afsuslangansiz? Hayotda afsuslanadigan deyarli ishlar bo'lmagan. Hammasi demak qadar deb o'ylagansiz. Shunaqa. O'zingizni 3 ta sifat bilan tasvirlab bera olasizmi? 3 ta sifat bilan ishonuvchan, rostgo'y, hech qachon yolg'on gapirmaydigan va intiluvchan. insonlarda qaysi sifatlarni qadrlaysiz? Insonlarda rostgo'yligini, to'g'ri so'z bo'lishi kerak, aldash kerak emas. Insoniylik bo'lishi kerak, mehr oqibatli. Chunki 5 kun yashaymizda bu dunyoda, 5 kunlik dunyoda, endi mehr oqibatli bir-biriga naqa bo'lsa yaxshida. O'zi uchun ham manfaatli bo'ladi. Nimadan ko'proq qo'rqasiz bu hayotda? Hayotda yo'qotadigan narsam yo'q, hech narsadan qo'rqmayman. Tuhmatdan qo'rqaman. Tuhmat. Xiyonatchi. Xiyonat siz uchun nima? Xiyonat yomon narsa, xiyonat. Kechirib bo'lmaydigan narsa xiyonat. Misol uchun bu do'stlar xiyonatligi bo'lishi mumkin, oilada xiyonat bo'lishi mumkin. Sizni aldasa ham bu xiyonat hisoblanadi. Yolg'on yoqtirmayman dedim-ku boya. Bu ham xiyonat hisoblanadi, kechirmayman. Yaxshi gapiraveraman, lekin hech qachon kechirmayman. Xiyonat. Har doim faqat yaxshi kunlar kelishiga ishonasizmi? Har doim ishonaman, ha. Shunaqa insonman. Hech qachon o'ylamayman. Yomon kunlarga qanaqa tayyorgarchilik ko'rasiz? Tayyorgarchilik ko'rmayman, hammasi Allohdan deb o'ylayman. Ertangi kunimda o'ylamayman hech qachon. Demak, qadarimizga rozisiz. Chunki har bitta insonni hayotida yomon kun bo'ladi. Eng kamida bu bizning ota-onamizning vafoti. Yolg'izlikda ko'proq o'zingiz bilan nimalarni gaplashasiz? Yolg'izlikda kino ko'raman, ko'p yoki kitob o'qiyman. Yolg'izlikda hech o'ylashga vaqtim bo'lmaydi. To'g'risini aytish kerak-da. Odamlar sizni qanday eslab qolishini xohlagan bo'lardingiz? Paytki bu hayotdan ketganingizda. Shu yaxshi inson edi desalar bo'ldi. Bitta shu so'z yetadi. Hayotingiz haqida kitob yozilgan, uni nima deb nomlagan bo'lardingiz? Shu kitob yozilmagani ma'qul. Nima uchun? Uyalasizmi o'zingizni hayotingizni kitob qilib yozishdan? Yo'q, uyalmayman. Xohlamayman unaqa narsalar. Nega? O'zingizdan iz qoldirib ketishni xohlaysizmi bu hayotda? Yo'q. Eng asosiysi oxiratda kitob yaxshiroqda. Qasrni bu dunyoda emas, u dunyodan qurish kerak deydi. O'sha narsani qilishimiz kerak.
Xudo xohlasa hajga yozdirib qo'yganmiz. Navbatimiz kelib qolsa hajga borish niyati bor. Xudo xohlasa umraga emas, hajga yozganmiz. Uyil hokimiyatdan telefon qilishdi. Boradigan bo'ldingizmi? Boramiz dedim. Bo'lsa ogohlantirish uchun istat qo'yishyapti-da ular. Shunga nasib qilsa unga ham boramiz, xudo xohlasa. Qolgani sekin-sekin hayot yaxshi. Ishimiz bor, Allohga shukr. Xalqimizni, shu patsientlarimizni e'tiboridamiz, Allohga shukr. Shunisidan xursandman. Do'stlar ko'p, ularni oldida, atrofida soxtasi ham bor, haqiqiysi ham bor. Sizni zamzamingiz bormi? Yo'q, men umuman e'tiborga olmayman unaqa narsalar. Men uchun hamma do'st. Shu videoni ko'rib turgan barcha insonlarga 3 ta maslahatingizni berib keting. Bu xoh hayotiy, xoh ishga oid bo'lsin. Lekin shu 3 ta maslahat ularga foydasi rostdan tegsin va shu maslahatga amal qilib ish qilishganda sizni haqingizga duo qilib qo'yishsin, foydasi teganda. Birinchisi, to'g'ri so'z bo'lishi kerak. Qayerda bo'lsa ham hurmat oshaveradi-da. Har doim to'g'ri gapirsa, xato qilgan bo'lsa ham to'g'ri gapirsa, hurmat oshib boraveradi. Qayerda bo'lsa ham tez ko'tariladi, tez ishonchga kiradi. Har doim rostgo'y bo'lish kerak birinchisi. Ikkinchisi, aytganimdek, ko'proq o'zini ustida ishlab bilim olish kerak. Bilimsiz qiyin-da bu hayotda yashash. Bilim ko'proq olaverish kerak. Uchinchisi, halol bo'lish kerak. Halol ishlasa, Xudoyim barakasini beraveradi, ishning barakasini. Suhbat uchun rahmat. Sog' bo'ling. Siz bilan gaplashgandan xursandman. Shunaqa tabiat qo'yini qo'ylar maradi, boshqa bo'ldi. Kuzatayotgan hammaga rahmat. Iftixor ekan sahifalariga obuna bo'lib qolinglar. Pastda hamma ijtimoiy tarmoqlarni, telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Aytayotganimizdagi chiroyli tabassum kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, bu narsa Iftixor Dental Clinic bilan erisha olasizlar.